To'rtinchi o'lcham bizga qanday ko'rinadi? Biz 2D, 3D, 4D deb ataydigan narsalar aslida o'lchamlar hisoblanadi. Ya'ni inglizcha dimension o'lcham yozadigan ma'nolarni anglatadi. Keling, to'rtinchi o'lcham nazariyasini o'rganishdan oldin ikkinchi o'lchamdan boshlasak. Bunga misol qilib oddiy tekst yozadagi to'rt burchak shaklni keltirishimiz mumkin. Uchinchi o'lcham bo'lsa biz yashaydigan va ko'radigan o'lcham hisoblanadi. Masalan, bunga kubni misol qilib keltirishimiz mumkin, chunki unda 3 ta kattalik, balandlik, uzunlik va kenglik mavjud. To'rtinchi o'lchamda biz to'rtinchi kattalik vaqtni qo'shganimiz uchun u aniq tushuntirish berishga to'sqinlik qiladi. Bu o'lchamga asosan tesseraktni misol qilib keltirishadi va bu tesseraktning to'rtinchi o'lchamga eng yaqin ko'rinishi hisoblanadi. Ammo biz u haqida fikr yuritishimiz va hattoki tasavvur qilishimiz juda ham qiyin. Chunki biz 3 o'lchovli borliqda yashaymiz. Ko'zimiz esa ikkinchi o'lchamda jismlarni bizga ko'rsatadi. To'rtinchi o'lcham nazariyasini Interstellar filmida juda ham yaxshi yoritilgan. Agar inson to'rtinchi o'lchamga o'ta olsa, o'z xonangizda o'tirsangiz ham sizni tashqaridan kuzatishi va sizga jarohat yetkazmasdan ichki organlaringizni ko'ra olishi mumkin. Va eng qizig'i, u sizning o'tmishingiz, aynan hozirgi paytingiz va kelajagingizni bir vaqtda ko'ra oladi.